shunaqa natural joyda yashaydigan dachang bo'lsa mazzada. Sizlarni hali dachalar bilan tanishtiraman. Ketdik. O'zbekistondagi ajoyib atmosferaga ega bo'lgan, ya'ni O'zbekistonni Shvetsariyasi deb atalgan Xonobod shahrida chiroyli dachalarni sotamiz. 10 ta kottej sizlarni kutyapti. Qani tanishib chiqamiz. Kottejimizni ichki tuzilmasini, shart-sharoitlarini barchasini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. 32 dyumli televizorlarimiz ilib qo'yilgan ekan. Spanli yotoqxonalari hammasi joyida ekan. Ajoyib atmosferani pardamizdan ko'rib bir qator maza qilishimiz ham mumkin. Bolalaringiz uchun ajoyib shinam, osoyishta xonalar mujassam. Qadrli mehmonlaringiz uchun keng va yorug' xona, shinam xonalar tayyor. Dachamiz Ozarbayjon investorlari bilan hamkorlikda mustahkam materiallardan qurib bitkazilgan. Hatto mevalari ham bor ekan, qarang. Bismillah. Toza atmosferada, toza havoda oilang bilan mazza qilib dam olganga nima yetsin, ha? Bunaqa havoda, bunaqa sharoitda mazza qilib yashaganga nima yetsin? Qarang, asfaltlar bosilgan, suvlar chiqadi, svet o'chmaydi, hamma sharoitlar joyida. Dachalarimizni joylari 4-5 sotidan iborat. Xohlovchilar uchun yonlarida yana qo'shimcha landshaft, so'rilar uchun joylar tayyor. Dachalarimizda barcha kommunal xizmatlari tashkil qilingan. Suv, elektr, yo'l, asfalt qilingan, barcha sharoitlar bor. Dachalarimiz endi asosiy joyga keldi. Xo'p, sotiga 4-5 sotidan iborat. Bunday dachalarimizdan 10 ta mujassam, gasindan ro'yxatdan o'tgan, barcha davlat hujjatlari, kadastr hujjatlari barchalari qilingan. Qarang, asfaltlarni to'shab, asfaltni to'shashdan oldin tagiga materiallarni ham to'shashdi. Nima maqsadda deb o'ylaysiz? Mana bunday har xil o't, o'lanlar, ajirlar yorib chiqmasligi uchun. Xonobod o'zgacha fayzli joyda. Dachalarimiz barcha kadastr hujjatlari tayyor. Narxlari 22.200 dollardan belgilangan. Pul o'tkazish, naqd pul variantga ham sotiladi.